Hamma blogerlarning nomidan bitta narsa aytmoqchiman. Avvalambor assalomu alaykum. Ramazon oylaringiz muborak bo'lsin, ro'zalaringiz yaxshi o'tsin. Ramazon oyiga ko'p kishi ro'za tutyapti. Hammalaringizga sabr tilayman. Shu munosabati bilan bitta narsani aytmoqchiman. Hech qaysi bloger spesialni ovqatlarni, mazali joylarni spesialni ro'zangiz buzilishi uchun ko'rsatmaydi. Ko'pincha blogerlar manda iftor paytini kutib, o'sha paytda уже ovqat videosini, liba rasmini qo'yishni boshlaydilar. Agar mabodo kunduzi ovqat rasmini qo'ygan bo'lsa, ovqatni videosini qo'ygan bo'lsa, bu degani spesialni sizni ro'zangizni buzish uchun, sizni havasingizni keltirish uchun video qo'ygan degani emas. Liba blogerni esidan chiqib qo'ygan, libaji uni reklamasi bor. Bu hammasini to'g'ri tushunish kerak. Spesialni kimdirni ro'zasini buzish uchun ovqatlarni, videosini, rasmini qo'ymaydi. Ko'p eshityapman, ko'p ko'ryapman, to что spesialni qo'yaptilar. Biladilar-ku hamma ro'za, nima uchun bunday qiladilar, unday qiladilar, bu qiladilar, u qiladilar. Agar bitta ovqatni rasmi yoki videosi bilan sizni ro'zangiz buzilsa, bu degani sizni sabringizda va iymoningizda gap. Bu uchun hamma blogerlarni или Instagram yurg'izadigan odamlarni ayblash shart emas. Tushunganlaringiz uchun rahmat. Всем пока!